Ana jamiyatga foydamiz tegdi, xudo xohlasa bitta oila yarashdi. Haliga nima dedi ana xotin, nima bo'ldi ana yoshlar? Xullas shu qiziga tarbiya bergan siz gapingizdan keyin hayotingni o'nglamoqchi bo'lsang, borib ering bilan yuzma-yuz gaplashgin degan. Yuzma-yuz borib gaplashib, xotin bizning hayotimiz bizaniki, hech kim haqqi yo'q bunaqa ajratishga degan. Hech kim aralashmasin degan. Kami ko'ch sizga rozi bo'lib yashayman degan. Siz ham aql hushingizni yig'ib xotin qilib yashasangiz, baxtli yashaymiz degan. Ana farzandimiz ham bizning hayotda yashamasin desiz, o'rnak bo'lib yashang farzand sizga degan. yarashib ketishgan. Ana endi bundan ortiq baxt bormi? Mehron. Men baxtiyorman, yangi yilda yangi xabar. Men unaqadan eshityapman, lekin mana va o'chuk sevib, anaqa qilib, nima deydi, bu oilani tanib, do'sti bo'lib, do'stini, eng yaqin do'stini, qizini oilasini aytyapti, yarashib ketdi deb. Men baxtiyorman, Allohga shukr. Men hech ishonmadim anaqa qilib ketadi, yarashib ketishib, kvartira bo'lsa ham yashaymiz. Shunaqa dedimi, kvartira bo'lsa ham yashaymiz, o'zimiz uyimiz bo'lmasa ham deb. Вы знаете, это какое счастье. Men sababchi bo'ldim. Xayriyat. Mana shunaqa oilalar qanchasi yozyapti, lekin hozir o'zim qulog'im bilan eshitib turibman. Men endi просто anaqa qo'ya olmayman. Какое счастье. Oilalar baxtli bo'lsin, yoshlarim, bolalarim, oqi ko'zlilarim baxtli bo'linglar. Hech narsa qilmaydi, kibrni yig'ishtirib qo'yinglar. Eng sevimli ayol asha ayol bo'lib yashaydi, Mironshoh, ko'rasan. O'g'il bolalar, erkaklar aqlli xotin yaxshi ko'rmaydi deydi, aqlli xotinlar bilan hisoblashib yashaydi. Aqlli xotin, erkakli xotin bo'lib yashaydi o'shalar. Oilasini tiklab qo'yibdi-ku, hech nima qilmaydi. Da, prishla tiklab qo'ydi. Ertaga mana ham boriga bor, yo'g'iga yo'q deb birga yashasa, ma'lum deb ketadi. Ana, jamiyatga foydamiz tegdi, xudo xohlasa bitta oila yarashdi. Bot.